Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kuzatuvchilari. Barchaga xayrli kun. Yangi ish kunini boshlab oldik, xudo xolasa mana Sho'rsuvdamiz. Achka qalay, achka zo'rmi? Xo'p, Iveco turistlikda tablodagi ashkalarni o'chirishni o'rganamiz. Buning uchun men menyuda turgan holatda, mashina to'xtab turgan bo'lish kerak, обязательно. To'xtab turgan holatda menyuni bosamiz. Hop, mana chiqib keladi. Hammada har xil til bo'lsa kerak. Menda ingliz tilida hozir. Pastga tushiramiz, mana strelka bilan pastga tushiramiz. Diagnostikaga bitta kiramiz. Chiqib keladi, kod ochib keladi. Hop, endi bu yerda bu mana shu oddiy misol, mana shu ashkani o'chirish uchun OK deb bitta bosib, mana chiqib ketamiz. OK deb bosgandan yana chiqadi. Keyingi urinish mana minusni bosib turasizlarda. Minusni bosib turib, keyingisida OK deb bosib o'rasizlar. Minusni ushlab turgan holatda OK deb bitta bosamiz, bo'ldi, kirdi mana. Mana oldingi eski chiqqan ashkalar ham chiqib keladi. Shundan keyin chiqib kelgandan keyin mana ko'rib olasiz. Mana qayt-qaytlarda ashkalar bor. Xo'p, shundan keyin mana bu o'rtadagini bosamiz, mana menyuni pastdagi o'rtadagi knopkani bitta bosamiz, mana delete chiqadi, ya'ni o'chirish. Ko'rinayotgan bo'lsa, delete o'chirish chiqadi. Plusni bossak belgilanadi bu. Belgilangandan keyin OK deb bosamiz. OK deb bosgandan keyin mana parol so'raydi, Parol, diqqat, parolni bilib olinglar. Deyarli hamma zavodskoy Iveco'larda zavodskoy paroli 1 dan 5 gacha bo'ladi, lekin men parolimni 5 da 1 qilib qo'yganman, oson bo'lishi uchun. OK deb bosamiz, mana 1 da turibdi, mana OK deb bosamiz. 1 2 3 4 5 bo'ldi. Endi mana strelkani bossak, pastdagi kalitga tushadi mana. Mana kalitga tushdi. Kalitga tushgandan keyin OK deb bitta bosamiz. OK deb bosdik, mana bo'ldi, ashibga o'chdi. Endi faqat bitta narsani bilib olinglar. Ashibga o'chdi degani bo'ldi. Buni hali kamchiliklar bartaraf qilindi degani emas. Agar ashibga o'chsa ham u yoqdagi kamchiliklar bartaraf qilmagan bo'lsangiz, yana qanchadir muddatdan keyin yana ashibga qaytib yonib qolaveradi. O'sha aybini topib, o'sha aybini bartaraf qilmaganingizcha, o'sha ashibgalar yana qaytib chiqib kelaveradi. Xo'p, buni Iveco tanishlarga yuborib qo'yinglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya tugmasini bosish esdan chiqmasin. Barchalarga rahmat, hammaga o'qib, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu yana bir bor, bu bilmaganlar uchun eslatma, bilganlar uchun esa